Bu videoda men sizlarga kitobda yozilmagan adabnoma to'g'ri aytaman. Rostini aytsam, ideya kelmadi. Сөйтіп qalpoq tilini basovga döretishlik tekst tuzib berdi. Сөйтіп men Gemini bratandan tekst tuzib ber dedim. Keyin tuzib berdik. Sizlarga so'ng o'qib beraman. Video zerikli bo'lib qolsa, aralarında men aytib kuldirib. Ko'p söylemayman. Videoni basadan oldin qo'yta Captain bratan soni ketyapti. Kitobda yozilmagan adabnoma. Adab madaniyatning eng yuqori ko'rsatkichi. Biz maktab saboqlarida, masalan, ko'rkam adabiyotlarda adab haqida ko'p o'qiymiz. Biroq turmushimizda sonda adab qoidalar bor. Ular hech bir kitobda yozilmasa-da, har birimizning qalbimizda ham harakatlarimizda bo'lishi shart. Eng dastlab adab o'zingga bo'lgan hurmatni ertazamen turib shiki gigiyena qoidalarini amalga oshirish, ya'ni qo'l-bet, tishni tozalash. Bu tek aslında din sağlığı emas, balki o'zingni tartibga soluvdan adabni eng basta zami, sonday, tishing yuvmasang ko'ting sasiydi. Odan keyin yana turmushimizda eng ulkan adab bo'l hurmat. Yo'lda ketib borasang, oldingdan bir apa chiqdimi, jardamlash, salomlash, shunday. Men sizlarga aqlda tishyapman, prosta ma'an ideya kelmadi. Sondan keyin sizlarga prosta aytib, kontentim yurgizish uchun men sonday qilishim men istayapman. Bo'lmasa sizlarga aql tishaman. Sonday. Hurmat deganda dastlab salom berib, ham salom beruvning eng yaxshi nesi. Sizlar tushundingmi? Misol birovlar bor, assalomu alaykum deb aytib oladi. Misol, assalomu alaykum deb. Keyin ularni xalaq qon so'rov. Kitoblarda ulkalarda silang deb yoziladi. Biroq silov deganda biz ko'chada ketib baratirib, shuruvdan to'xtab, yo'l beruvdi, qo'ldan og'ir zotlarni ko'tarsib, ulkanlarda silab etimiz kerak. Shunday do'stlar menen suhbatlashganda birovning aybini ashbov, gap ashtilik qilmau, ham har doim to'g'ri so'ylav. Bu yozilmagan adabnoma nizomlarining bir bo'lagi edi. Xalqimizda adabli bola yeldan ko'rki degan bir naql bor. U naqlda bekorga aytilmagan. Qisqa qilib aytaman, adabnoma deb cringe-lashib ketdi. Endi temaga qaytamiz. Tartibimiz, so'ylashuv madaniyatimiz ham insonlarga bo'lgan munosabatlarimizdir. Kitobda yozilmagan adabnoma bo'lsa, yuragimizdagi mehr ham hurmat. Bizlarda eng dastlabki adab inson ikrom etib ko'rsatadi. Men tilim o'quvga ham kelsa olmayotir. Bilmayman nega unday bo'lib turganin. Men sizlarga aytib beracağım. Gemini'dan so'radim. Qurilish o'qon tavr sizlarga bir kontent, bir video o'zimni bir etib uchun ideya kelmaydir. Bundan keyin любой zatni istab Bunday keyingi videolarga neting ko'ring, kanalga podpiska bosing, like bosing, meni qo'llab-quvvatlang. Жаңа tazadan men blogimda. So'ting al. Boshqa